Abdullah. Tez. Abdullah. Abdullah, nimanda qilsiz? Kichik boldak chaqirmoqchi o'rningizdan turmaydi ekansiz-ku. Oy. Abdullah. Nima bo'lgandi? Abdullah. Nima bo'ldingiz? Ey. Akşam beşim ağrıvatıdı o davet ettin. Qandaq? Endi saqib qağa o'xshamamsa? Ha? Ey. Pisa. Opa, tuz bo'g'ini. Apa, ma'amsiz yo'q. Endi ma'amsiz biz ketaveramiz. O'chaqda do'nga kelganda harvani kim ishtirish berdik? Shu emasmi? Bo'lmasa dadam sizni o'tkazib qo'ysin. Uxlaveramdiki. Ala. Sizlar texmini aldiratqidek bo'ldinglarmi? Qara bularni. Apanglarni shaharga doim olib yursam, uylik ishlarni sizlar qilamsizlar? Bo'ldi. Mavlan evilanglar. Ala. Kechda nima yeginglar ba? Ha? Nima yeb beray? Ha, bolam. Opa, kalmant sigim bor. Apa, maktab berishni unutib qolmang. Ukamdan sinf moderi chiqatim dedi. Nima? İç bulmuşum çakır diyorken. İç qilmsam. Voy, xotirjam bo'linglar. Bu balla hech qandaq cho'ng chataq chiqamaydi. Voy, qog'ozlaringni yig'ishtirib ol. Maktabga o'zim berib, muallimlar bilan ko'rishib kelaman. Sizlar xotirjam bo'linglar, ha? Ma'qulamsiz. Tushda yolg'iz qoldim deb tamoq yeyishni unutib qolmang yana. Mendan ansirmigina? Ey, chaqaraq bo'linglar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizlar keldingizmi? Ha. Maryam ada, men 10 kilo sutni quyaptim, ha? Salomat bo'ling. Tinchlikmi? Oy, Sanihacha, sizlarmi kirdimi, ha? Oy, Sanihacham kiribdi-ku. Qandaq tinchlik Maryam bolam, tinchlikmi? Xudoga shukr. Balam, avar qildigan bo'ldim. Mush sutni satqach kelasizmi? Satqach kelmamdigan. Rahmat. Men qo'yib eting. Buningdan tatmay akirivasizlar. Shunday qilay. To'yning pach-parat xarajatimiz sutga qarashlikdan. Buni bilaman. Tag'amdan kesil xili obdan bo'lib qolgandi. Xudoga shukr qizim. Xili obdan bo'lib qoldi. Pulni hozirlab berib eting. Oy, nima qilganingiz bu? Hozir ba'zim bo'ldi. Rahmat. Ma'qul hamma. Rahmat. Qo'shamsa kirib tursizlar. Hay ballar, tez bo'linglar. Asta, nimanda qildigan bu ballar? Bugun tozimi kechikdi. Hey, ballar chaqqan bo'linglar. Bo'linglar. Tez bo'linglar. Xo'sh dada. Tez bo'ling qizim. Bo'linglar. Bugun tozimi kechikdik. Ishtiringlar. Abdullah xo'shamisa. Xo'shamisa. Mera bir ish ekansa, qo'saqlaring eshitdimi? O sepray, ha? Ha, qani. Ha, ye. Kam, ishtirayli. Xo'sh, bolalar. Aba, xo'sh. Vaqtida qaytib kelinglar. Ha. Kechirchilar, sizlarni saqlab qo'ydim, ha? Nega kechib qoldingizmi? Atdiganda ozroq ishim chiqib qoldi. Yordamchi. Keling. Men yordamchi. Rahmat. Maktabga chiqib. Asmara. Akin. Bugun bek kechikib ketdingizmi? Hammanglarning vaqtinglarni olib qo'ydim, ha? Kechiksa yo'q, hech bo'lmaydi. Tezroq bo'lsangiz bo'pti ekan. Mana. Kechikadigan bo'ldim. Qanchalik olasiz? Men 1,5 kilo ber. Birdan tutib turing, ha? Tezroq bo'lsangiz bo'pti ekan.
Yarım kilo alma dediniz. Ha, shundoq. Mana pul. Chaqqaroq bo'lsangiz bo'pti. Aman. Yaxshi. Menga yarım kilo bering. Ma'qul. Heliqi xosiyat degan qiz ko'rinmaydi-ku. Tunogimmi kamidi, bugunmi kamidi? Hacimning o'yidagi xosiyat degan qizni demsiz? Rost ko'rinmaydi. Bir ish bo'lmaganda. Rahmat-da, xo'sh. Menga yarım kilo bering. Xo'jayinni ranjitib qo'ygan biz ketkizyaptimi? Yo'q, ketkizyapmidi. Tunugilla men uni texi qo'rodik bo'dim. Ular sut olmag'ini 2 kun bo'ldi. Ular olmagan bo'lsa, boshqalarga setib bo'ldi emasmi? Sut qo'y setilib ketdi. Şoğunisi, o kızga bir iş bulmaslı meyliği. O kızga neymiş bulattı, ensirmem. Xudayım sakla. Ay, Danyang, ni要多少？ 半公斤。Danyang， 你腿好一点了吗？好多了。谢谢。那好啊。给。慢走。好，谢谢。간지를 깔았어. Kimdi o? Oy. Kim o? Mani geldim. Bir gün turman deb ketib. 3 gün turganmi bormi? Tazim haddingdan eshib ketding-ku sen. Oy. Bugunmi kelmagan bo'lsam, yolg'iz uyda o'lib qolsammi, enkimni chetib qo'ygudek odam chiqmasga, voy beshim. Oy. Gülnisa hacım, sizga nima bo'ldi? Oy, siz men tuvandagi to'xmishda sut sotadigan Maryam bo'laman. Qasiyatning sut og'il chiqmag'iniga 3 kun bo'ldi. Shunga nimish bo'ldi ekan qarab boqay deb chiqib edim. Rahmat. Oy, Keslingiz xil ig'ir o'xshamamdi. hech qisi yo'q. Avaylab men. Rahmat. Yetib aramaylik. Xosiyat turpanga tog'isini yo'qlab ketgan. Ay. Uning ketishiga ham shunday og'rib yetib qoldim.
Bir günde kelimen dep ketibedi. Mana bugün 3 gün boldu. Mundaq dаңа, mən texnimiş biraz süt ağıl çıxmaydı ki depdi mən. Öyde başqa bir kim yox mıydı? Eriniz mi öyde yox mıydı? Erinizin işi sizden xeyli çoğun oxşamamdı. Onun alemden ötkeniga 3 yıl boldu. Boptu, artık qaygırma. Oş, doğru yegengila kesel saqayıp ketmeydi. Ançı-munçı tamaq yemisin bolmaydı. Mən süt satqınım üçün sütünü maqtavatqınım emas. Sütünün rastıllı cıq kesellik paydası ba. Əras, mən sizge süt qaynatıp əkirib berey. Undaq qılmang, bu qançilik işdi. Mən sizge onçilik iş qıp bərsəm, nim bopdu? Bu aşqanı öykende. Nim degen çıraylık. Gülnisa hacım. Atanınız ürümçi demeskende. Uruq tuqqan qeyrindaşlarınız qo'badı. Çögünü nə qoyğandı? Şundaq çıraylık, yasıdaq öydə adam yalğız, yakki yegani yaşıganның nima ma'nisi? Çögün zadı nədudu? Ölüp ketken erinizning bala çaqa uruq tuqqanları yo'q mikan? Oy. Gülnisa hacım, mən sizni hacimede dep çaqiray, ya? Başqacha o'ylab qolmang. Men mushundaq chepilga qaraq ayol. Ayol kishining pul dunyosi bo'lgan bilan eri balchaqis bo'lmasa nim foydasi? Oy-ey, yig'lamang. Yig'idan nima chiqadi? Ko'nglingizni buzmang. Sütni ısıqdili içib el. Elana. Boldula, nemiga yig'laysiz? Ko'nglingizni yerim qilmang. Men sütni içib el. Isıqdi içing. Bu hacimning behmi talihi barkan. Ölüp ketsin o yap-yaş ayoli hasratdan chekib o'tiribdi. O hayat chig'ida to'limi obro'li kishidi. Manga qarang hojimada. Har qancha obro'li bo'lsaqmi, hamini o'limiz emasmi? Shunsiz fursatni cho'ng tutib baldırraq pərzənd yüz görüşünün amalını qılın. Bo'lmasa, qeyrğanda yalğız qalasiz. Yeni kelib, shunchalar yasadaq ozod uyda yalğız o'ttasingizmi, zerikmamsiz. Kulisiz-ku. Men xato dedimmi? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Endi bilek tartish. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Endi beden bıraş hareketi. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4,
4, 5, 6, 7. Hala. Kızım. Oynadık. Bana oğlum. Çapsa bunu ola. Oy. Oğlum bu yak gide. Kulağına oyna. Aslan çeçinler ya. Acım korkuna. Oy. Boğuldu. Abdullah. Çeçine. Abdullah. Boğulma. Baya kayıp gelin. Hey, sizin bu yak düşüğe. Boğuldak oynap gelin. Sizin bu yak düşüğe değil mi? Ne kadar oğlum? Bak da. Ondan şu ha? Mahvol. Kara ha? Ha kızım ha? Oy! Ha attı! Ha! Hey siz mi çıksınız bomba mı? Oy! Oy kilo değil mi? Hey! Eda'nı boncuk kılma! Yok boğulduk ulan. Anne ben sana çocuğa. Boğulduk ulan hepsi. Hayır ulan. Oy, Sadıgan ketey dadısı. Bugün sizge nim boldu? Şunçilik hisobatni tügütemeysiz go. Men go bu kemgeçe pul juturup koymagan deme? Hay, moşu berket bergen ağzınıza. Bu öyüngde juturup koyacak bir narsa barmı? Aras, Meryem. Men bugün mektapqa berip muallim bilan ko'rishib keldim. Aras, muallim nim dedi? Balamiz bir ish terib qo'ymaganda? Yo'q, hey. Muallim qizimizni shaharga yo'tkab o'qitadiganligimizni anglab bek xo'sh bo'lib ketibdi. Xudoga shukr. Muallim bu yerdagi o'rta maktabni o'qitish saviyasi bek tuvan. O balla oliy maktab o'tamaydi, o'tgan taqdirdimi o'rta texnikum bilan ishchilar texnikumiga o'talaydi deydi. U bizni yana yiroqni ko'rar ota-onalar deb maqtadi. O'g'limiznimi zehni bek ochiqkan deydi. Ular zodi nima demoqchi ekan? O'g'limiznimi shaharga olib o'qitinglar deydi. Oshning dadiga to'q yetmabdi degan shu-da. Pul qarz elib kol setib olganimiz bilan kesh yetib, sahar turib, tirmishib ishlab, aran qizimizning o'qish pulini qamdab olsak. Endi o'g'limiznikiga nega bormiz? Gapning rostini desam, mushundaq tatayotgan japoying qarab ballarni shaharda o'qitish niyatida yonamdiki degandim. Nima deganingiz bu? Men ballalarimizning bizga o'xshash mushundaq kunga kelishini hargizmi xohlamayman. Obdaroq o'yinib baqsaq bo'lamdikan. Yotqonga yiqib putuztish kerak-da. Bu gapingizmi to'g'ri? Har holda biz tirishib tirmishib avval qizimizni o'sib o'qitib olaylik. Kech o'p ketdi. Yaxshisi aramalayli.
Balalarning ishini o'ylasamla, beshim qotadigan bo'ldi. Erimi yaxshi ishki bo'lib qopti ekan. Jiqroq bo'lgan bo'lsa, qandaqmi qilardik ekan tang? Osh, bo'ldi. Artıq başqa turmang-a. Biz tatmagan qaysi japa qamıgan. 30 qo'y pul bilan to'y qildik. Mana hozir bir umdan bir qiz bir o'g'limiz bor. Ya'ni texi 4 qalimiz bor-ku. Hey, ishki gapning bir bo'lsa shundaqli deydi ekansan. Sen o'zingni bezlab o'tamsa yoki menimi? Amsa, qanday qilamiz? Danga. Meningcha, haqlardan qaza paqamdiq ya. Aytanga, kimdan olamiz? Eliqi savutdinchu. O o'g'lini o'ylashning taraddudini qilyapsa, bizga pul berib turadimi? Ami seliqi terichi Davuddinchu. Osh, mening undaq naahlarning oldiga bo'yin qisib bag'im yo'q. Hey. Qandaqmi qilamiz? Hey, ras, eliqi shahardagi sut oladigan xaridorlaringdan so'rab baqamsan-ya. Qo'ying-a, shaharliklardan ham tamoq qilmang-a. Ular oshqan-toshqan qattiq quruq nonlarni sutga hisoblab o'tkazdigan tursa, bizga pul qarz berib turadimi? To'liq ham xiyol qilmang. Voy xudoyim, meni bir kechili oqchashliq mo'may qilib etamdi kim odam. Bo'ldi, chiroqni o'chirgan yotimiz. Endi qanday qilsak bo'lardi? Mana keldim. Voy, siz metingiz. Qani kiring. Xeyli yaxshi bo'lib qoldingizmi? Yaxshi, rahmat. Qani kiring. Deganlarim to'g'rimi ekan? Kal sütünün haqiqatan foydasi chiqchimi? Mana chiroyingiz tunonkidan xeyli obdalli bo'lib qapti. Rahmat. Maryam? Voy, Maryam singlim, nimancha avaro olgansiz, a? Tuzit qilmang. Men sizga sutni qaynatib beray. Ko'ringiz qayerda? Men tep beray. Mana, men topdim. Nimancha avaro ketgansiz? Bu o'zimiz tergan qo'noq. Ancha-muncha qora oshliq yeb berganning odamga ko'p foydasi bor. Shunga ikki tal og'ash kelgandim. Xosiyatga qaytib kelmadimi? Yo'q, texi. Agar siz uningga qattiq gap qilamisangiz, men uningga bir necha yig'iz gap qilib qo'yay. Uyingizda telefonmi bor ekan-ku? Qaytib kelamisa, telefon bo'lsin berib qo'ysa bo'lmamdi. Bola degan hamini bola-da. Shunmismi? Uni azroq qo'rqitib qo'ying. Ikkinchi unda qilmaydigan bo'ladi. Hojimada, men qaytib keldim. Voy. Ishni yapmay o'tirib ketibsiz-ku. Voy, Maryamada, yaxshimisiz? Xosiyat. Endi kelganingiz nemisi? Hojimadam og'rib, qattiq yetib ketdi. Sizmisa ishning yo'lini bilmaydi ekansiz. Endi ikkinchi unda qilg'chi bo'lmang. Vaqt to'shib ketdi emasmi? Men ma'musam bo'lmag'day, xo'shamsa. Xosiyat, uzitib qo'ying. Maryamada, xo'shamsa. Xo'shamsa. Maryam xonning kirishi bilan kesilimi yaxshi bo'lib, ro'y oldimi tuzilib qoldi. Ya Allah. Xosiyat? Ha? Sutni akirib oldingizmi? Akirib oldim.
Yana uyda yig'ilib qolgan qattiq quruq nonlarni kallasiga bersin deb ap chiqib berdim. Bo'ldilar. Atili ko'rishaychi. Hesaplash mashinasi. Niyat kelib boshqani ish. Hada, bu VCD plastiklarni odilimizdagi rassam qo'shnimizning xizmatchisidan so'rab olib chiqqandim. Siz choy ichgach o'tirib ko'rib baqmay, men sizga qo'yib beray. Qo'yib beqmay, ko'rib baqay. Men chiqib ketdim, ha?咱们喝杯威士忌怎么样？好，快点。Hacimede, tekçi çaylarını içmepliği. Çaylar muzlap kalmışsın. Çapsan içi vasla. To'xtaxonada men bilaman 3000 qo'y pul degan oz pul emas. Lekin yil oxirigacha cho'qim qaytirib berapti. Siz men ko'p yordam qilgan, buni men bilaman. Biroq menda unchilik pul yo'q-da. 2000 qo'y olsun berib tursingiz. Lozini kilosi qancha? Xap bo'lmaysiz. Qanchdi? 1 qo'y 5 ming. 1 kilo beraman. Ma'qul. Qizim shahardagi to'liq o'rta maktabga o'tgandi. Raslibagidek olim yo'q. Meni xijil qilmagan bo'lsangiz. Bilamsiz. Shahardagi ash to'liq o'rtaga o'tgan bolalar ko'p emaskan, lekin mening qizim imtihondan o'tgandi. Qandaqlı bo'lmasin, biz bir nevri qarindosh tursak, qazi bergan pulingni qaytarolmay qolamanman. Asta. Hey, maqra, senmi bilsa, Rizvangul nihoyat yaxshi o'qiyotdi. Mush yuzi bo'yicha oldin qatorda o'qiganlarni Sancho, bo'ldi qig'ina. Biz uni shaharga olib o'qitdi degan to'q. Asta, unchilik chiq pulni qachon qaytarib ola olaydi? Shaharda o'qitaman degicha, yuzda o'qiyvas bo'lmamdi. Mush yilning oxirigacha sendan o'tmagan pulni cho'qim qaytiraman. Agar qaytarolmay qolib qolsam, kallarimni setib bo'lsa-mu cho'qim qaytaraman. Voy, gapimni anglasang-chi. Men urug' tuqqan deb seni qishingga keldim. Sendan so'ma kimdan so'rayman? Ay, zubon sumaysan-ku. Jex, gap qilmay, men go'shtni olib, bolalarga sho'rib sen go'sht deb kelmadim, pul deb keldim. Ha, bo'ldi. Keling. Qanchalik olasiz, ha? Yarim qo'yga zo'rlab beraman. Ha, ma'qul. Hey, Abdullah. Uncha bola chechilib ketmang.
Bu tuqqanlardango men zadlı ümit kütüp bakmagan. Biz kembegal bolgandan keyin ular bizni nazarga ilmaydi da. Ularga halimizni aytgan bilan ular baribir derdimizga yetmaydi. Özəngdə yox, aləmdə yox degan şu da. Bu pul həcəbmi özünü göstərdi? Opa, dada, qaytib Qaytib lan bala. Opa, bu ko'rsatkicim qarab beqing'a. Sinif bo'yicha o'g'illarning ichida birinchi bo'ptimi? Yaraysa o'g'lim. Appa, O balam. Bundan keyin dada, muallimdan anglasam, meni shaharda o'qitmoqchi bo'psizlar. Bu gap rostmi? Bu gap rostmi? Berib apangdan so'ra. Appa, muallimning deganlari rostmi? Obdan bala. Biz shuning amalini qilyapmiz. Ajab yaxshi. Rustam, opamning deganlarini angladingmi? Anladım. Meni to'liq o'tir maktabni shaharda o'qiyman deyman. Ajab yaxshi. Qanchalik olsiz? Marhamada. Tinchlikmi? Tinchlikmi? Tinch turdingizmi? Qanchalik kilo olsiz? olay. Hojmadam undan turayotgan. Obdan turibdi. Oldidagilar tezroq bosanglarchi. Qandoq degan gap bu? Ma'qulmisiz? Men menga beray. Ning yodi o'sha. Ben Gonca. Bo'ldi, siz ishingizni qilavering. Bugun sizning vazifangiz tomoqni o'xshatib etishchimi? Ma'qul. Mehmonni men o'zim kutaman. Bo'ladi. Bering. Voy, Maryam xonim, keling. Qanday yaxshi turyapsiz, tinchlikmi? Yaxshi. Uyingiz tinchlikmi? Yaxshi, o'zingiz salomasa saqib ketgan o'xshamamsiz. Xudoga shukr. Qani shukr. Holatim sevdi. Voy, samsingiz bo'ldi. Uylaringiz bək chiroyliqchimi? Shaharliklarning uylarini ko'p ko'rib edim, lekin bunda qashamatlikni ancha ko'rmadi ekanman. Apchi. Alhamdulillah shukr. Shaharning hamma nimasi yaxshi. Shug'unisi havosi yaxshi emas-da. Chiring sog'lam, chiring. Xaltangizni sevasangiz, shundoq chiroyli, sayib jamolli bo'lib ketar ekansiz. Qarang. Ballarning dadisimi doim shundoq deydi. Lekin bugun ko'zim ichilib qoldi. Qarang, sizning chiroyliqligingizni. Nədikini, onda xijil qilmam. Chiring. Qani. Xasiyatdan anglasam, meni chaqirtib ekansiz. Menga deydigan bir ish bormidi? Heliq kuni osmondan tushgandekli paydo bo'lib qoldingiz. Siz bo'lmagan bo'lsangiz, bunchalik shifo topmagan bo'lardim. Sizga rahmatimni aytay desam, uyingizning nadaligini bilmaydi ekanman. Shunga xosiyatni chaqirib kir degandim. Siz bilan birdan mungdishib o'tag'im batdi. Bu qanchalik ish deysiz? Men faqat xosiyatga bir ish bo'lib qoldimikin deb ansirab, sutni og'ash kiribla to'g'ri kelib qoldim shu. Siz bekmi uchuq chiqishga qo'yalkansiz. Yana kelib qo'lingizdan bek ish keldi ekanmasmi? Mundaq maqtashlaringizga arzimaymanmi? Siz shahar sirtidan har kuni necha ton sutni kelib sotsiz. Harg'an ashqingiz demay turayli. Siz boshqalar bilan shundoq chiqishid ekansiz. Ular bilan aloqangiz yaxshi ekan, mush ko'chiriklar hammasi sizning sutingizni oladi.
Atanız sizni o'g'il boldek g'ayratlik, jasoratli qilib beqibdika. Uning ustiga siz gapga bek ust ekansiz. Meni to'la mazaq qilmang. Men tuzukmi gap qilolmayman. Bizning odam doim meni sening hamma yering yaxshi, shug'unisi gapingning tutam yo'q tavassa. Lekin siz faqat yog'limi gaplarni qilmaydi ekansiz. Odam sizning gapingizni anglasa, ko'ngli lappida echilib qoladi ekan. Bo'ldi. Meni to'la maqtab uchrayvermang. Bo'lmasa siznimi boshqa shaharliklarga o'xshash takalluf so'zning keyinda biror cho'ng hojati bor o'xshaydi deb qolmay yana. Dada, xotirjam bo'ling. Men u maktabga kira olsam, cho'qim tirishib, yaxshi o'qiyman. Obdan qizim. Deganingdek cho'qim yaxshi o'qig'in. O'qish puliga kelsak, uni opam bilan ikkimiz bir amal qilamiz. Nimali degan bilan shahardagi maktablarning o'qish sifati yaxshi. Bizning birdan bir umidimiz seni eng yaxshi oliy maktablarda o'qitish. Hey, tirikchilikni, balalarni deb mushundaq qilyapmiz. Bizning odam yosh vaqtida minbin bo'lib, mashqda bir nechtal qo'riqsin sundirib olgan. Shundaqdimi bir xayrati bor. Etliz ishi uydagi malvaran shuningga qarashliq tursa, unga yordamlashmasam bo'larmi? Shundaq. Uyimiz shahar sirtidagi davan yesida. Dehqon xalqning qo'li qanchalik pul ko'rdi deysiz? Uning ustiga ikki balamiz bor. Uy shaharga yaqin. Qatnashmo xil qulaylik. Shuni bultur kuzda bir nechta tuyoq kola setib olib, oz to'la pochbrat xarajat qilib, xashlayapmiz. Xudoga shukr. Tiriklikda niyatimiz durust bo'lsa, noumid qolmaydi ekanmiz. Beshingizga har ish kelsa, yaratgan egam vaqti kelganda tegishlik jasorat, g'ayrat ata qiladi ekan. 10 yil ilgari chet elga chiqib edim. U yerda uzoqroq turib qolib, yotib qoldim. Chet elda bir necha yil turgan bo'lsam-mu, hammani yana o'z yurtga yetmaydi ekan. Mening o'z yurtimdan mehrimni uzamayotganimni ko'rib, o'lib ketgan erim mushu uyni setib olib, menga saramjonlab berib edi. Kim bilsin, rahmatlining umri to'liq qisqa bo'lib qoldi. Nima kesal bo'pti ekan? Nima desam bo'lar? Yeshi 70dan eshib qolgan odamning nimadan og'rinchiligi bor deysiz? Shundaq emasmi? Bu gapchi u kishi bek boy o'xshamamdi. Shundaq. U to'liq puldor kishi edi. Dastlabda men u kishiga yotliq bo'lishni xohlamadim. Lekin u to'xtamasdan tuqqanlarni elchilikka evadi. Keyin hajiga bordim. Hajini tugitiblar. Aram xudo kun kechiraman deb o'ylab, bu to'yga rozilik berdim. To'ydan keyin u mening o'tida kuyib, suyida eqib, xizmatini qilayotganligimni ko'rib, meni yaxshi ko'rib, e'tiborimni qildi. Shug'unisi rahmatlikning umri qisqa kelib, meni yolg'iz tashlab ketdi. Meni dog'da qo'yib ketdi. Unchalar qayg'urmang. Bu dunyoda o'lmaydigan kim bor deysiz? Bir yashangan kishining tartiga suv berganligingiz uchun savobini ko'rsiz. Rahmatli hojim o'zining ketib qoldig'ini ko'ngli tuyg'an chig'i menga nurg'un dunyoni qoldirib ketdi. Shuncha ko'p taalluq qo'limda bo'lg'ashqa o'shundoq boyashat turmush kechiryapman.
Ajab sen oldu. Unda Sizga yig'lab ketdim. Hacimada tamoq tayyor bo'lib qolgandi. Chiqib yeb olamsizlar. Tamoqni birdamda tayyor qildingizmi? Shundaq Maryamada. Men kelgandan beri Hacimedam sizni og'ziga tegmay maqtayotdi. Rahmat. Amiz chiqib tamoq yeyli. Tadınmay ilinə, xasiyət çay qoyun. Mana. Birəsi bilən həmrə bulub qızalansa, nemi degen köngüllik, Qəni. Yalğız adamның күні bəkmi təsli ödüdikən. Hər qanca isil qıza bolsımı adamның tılığı titimaydı. Xasiyət ba emasmı? Menіңce umu xeyli tüzükdək göründü. Oğu şundaq. Lekin nemili degen bilən o degen xizmetkardı. Adam köngüldeki gapni köygəli adamga degil olmaydı ekan. Onun üstüge opal edi. Adamның halığı yetemdi. Bu deganlaringizmi to'g'ri. Meni ko'rgan ishga aralashgan deb qolmang. Siz bir hamroh tepasiz bo'g'dak. Yop-yosh odam hammani yolg'iz o'tamaysiz-da. Olamadingiz. Og'rib qolsangiz yoki qiyirganda qanday qilasiz? Çay içsin. Erimning qaza qilib ketganiga 3 yil bo'ldi. Shuningdan buyon yolg'iz yashab kelyaptim emasmi? Ammo mushkullarda to'lib g'erib sinib ketyapman. Helim yaxshi. Uyda televizor bo'lib qopti-ku. Bo'lmasa bu kunlarni qandoqmi o'tkazatdim? Buni siz tushunmaysiz. Tushunmamdigan. Hayvanat qushlarmi jufti bilan yashaydigan tursa, odam yolg'iz yashayolamdigan. Obdan singlim, yog'dek gap qildingiz. Men bugun sizni yordam qilamikin deb maslahatga chaqirgandim. Nima? Meni da'vatamsiz? Shundaq. Mening muğu do'st yaran tunish bilishlarim bor. Lekin ularning ko'pinchisi taqvodor hojimlar. Ham hoji xonimlar. Ular bu haqda tish yerib eg'iz ochmoqmi tas? Ota-ona, qarindoshlarimga kelsak, ular Urumchida emas. Ularga degan taqdirdimi, ular nima deb o'ylab qoladi deysiz? Çay içsin. Üzem tapay desem, muş salaydım, muş turqum bilen ayollar aralash toplangan oyun tamash so'rilarda jursam, xaqla meni nim deb qala deb gap so'z chechakdan qo'rqaman. Tul ayolning kuni haqiqatan taskin. Ko'nala pul bo'lsa jangalda sho'rpa degini bilan, lekin pulmo hammaga qodir emaskan. Shunday emasmi singlim? Ikkalan azaldan ko'rishib baxmagan. Lekin siz iliq kuni menga shunday yaxshi yordam qildingiz. Bu-mu Xudoning taqdiri. Bizning och-singillik rizqimiz qo'shilgan o'xshaydi. Shunga sizga to'liq ishonsam bo'g'dak. Mubada urug' tuqqan, xulum xo'shlar, tunish bilishlaringizning ichida o'zi yuvosh, samimiy, muloyim birasi bo'lsa, surishti qilib baqqan bo'lsangiz. Albatta, bu ajringiz uchun sizni obdan rozi qilatdim. Mengan qadimingizni quruq qo'ymaydim. Hargiz undaq deyman. Siz meni shunchalik nazaringizga ilib, men shuncha ishongan yerda men albatta loyiqda ish tutaman-da. Lekin bilmadim sizga qandayroq odam undaq deymisiz-ku. Men sizga to'liq ishonayotgan yerda siz bo'pti.
bu ishni men bir uqishib baqay. Agar muvofiq bir as chiqsa, men sizga darhol xabar qilaman. Vaqt bir yak berib qapti. Voy, Endi mangmasam, bolalarning dadisi xafa bo'ladi. yana birdam o'tlasangiz bo'ladi. Ma'qul, Quruq qaytadigan bo'ldingizda. Voy, to'xtang afkam. Sizga ikki qiz gapim bor, ma uy kiring. Kiring. Aldirmang birdam o'tiring. O'tiring afkam. Bu sizga tayyorlagan azroq so'g'amni qabul qilaman. Hech ish yo'q. Bu nima ish? Yo'q, undaq demang. Bu mening kichkina ko'nglim. Bunda qilsangiz qanday bo'ladi? Bu 2000 qo'y pul. Ikkimizning yuz ko'rish so'g'i so'p qolsin. Bo'lmaydi. Bu mening azroq ko'nglim. Men texsizga ish qilib bermay turib, bu so'g'larni olsam qanday bo'ladi? Men qilgan yordamingizga aytadigan rahmatim boshqa texi. Tuz qilmay eling. Meni xijil qilmang. Buni hargiz olamayman. Hargiz undaq demang. Ikkimiz och-singildek bo'lib qolgan tursak, yan texi meni yod ko'ryapsiz singlim, undaq qilmang. Eling. Yo'q. Xosiyat, bir so'rayov qolta chiqmay. Meni to'lim osal ahvolda qo'ydingiz-ku. Yo'q, undaq demang. Hargiz undaq demang. Endi bularni olamanmi? Voy, bu kichkina narsalar-ku. Mana akeldim. Aklang. Nimsatchilik bu endi. Ha, bo'ldi. Malonni sevitayli. Bekli aldirab qoldingiz. Yana birdam o'tlasangiz bo'ladi. Rahmat, elimi toza o'tladim. Qondirvag'im batdi. Qo'nib qolgan bo'lsangiz ikkimiz toza mungdi shattiq emasmi? Rahmat. Bek koyib ketibsiz. Yo'q, men bo'ptamsa. Buni ilib eling. Yo'q, bo'ldi. Endi buni olamayman. Yo'q, undaq dema. Amsam zot bo'lmaydigan o'xshamam. Amsizdan xaf bo'laman-da. Ma'qul amsa, men cho'qim bir amalni qilay. Yo'qab ketmay. Xo'sh. Bundakin kep turing, ha. Xo'sh amsa. Xudoyimga omonat. Ma'qul, xo'sh. Assalomu alaykum qizim. Alaykum assalom. Ba, qani kirishdilar? Qani kirishdilar? Hojimada, mehmon keldi. Mana. Oy, Assalomu alaykum. Gulsajim, teshtiribmi? Tallar salomatmi? O'zdircha teshtirdimi? Teshdimlar. Kelsa teshtiribmi? Teshtiriblar. Qani sizni quraytdingmi? Qani. Qani xo'sh. Amin. Allohu akbar. Qanday teshtiriblar. Hammalarning uy ishchilari teshlikmi? Teshlik. Hojxinim, o'zlarim obdan to'limiki, sizlarni og'rib qopti deb sizlarni yo'qlab kelaverdim. Undan xil yaxshi bo'lib qoldim. Xudo shukr. Rahmat bolam, rahmat. Rahmat qizim. Rahmat. Qani choyga beqinglar. Qani. Asla. Nimasi davosiz? Tamaka. Xafa o'tamsiz? Albatta xafalayman-da. Men qara. Mushu bir necha kundan beri hadisli kishida kilgan bo'lib qolding. Sen sütüngni satmay, dallollik qilib o'tamsan? Nimanchilar satkab qilgansiz? Men ikki bolaning onasi bo'lgan ayolingiz-ku. Haq samimiy ko'ngli bilan yordam so'rayotsa, yana bir talay pul bergan tursa, men shu bolalarimizning o'qish pulini g'amlab olamiz bekin deb shunday qilyapman-ku. Ha, men ahmoq xotin ne? Xotin, mush 2000 so'm bilan bolalarning shaylulotdimi? Mush 2000 so'm bilan ash xotinning shaylulotdimi?
farazligini. Biz har qancha namrat bo'lsak-mu, kunimiz qadravol o'tayotdi-ku. Kishilarga unda qo'l sunmayli. Xudoga shukr. Balamiz xili aqlliq cho'ng bo'ldi. Agar pul topolmay, dashad o'qitamasak, bizga o'xshash dehqon bo'lib ketadi. Yo'q. Men bolalarımni oliy maktabda o'qitgan. Ularning bizdek bo'lib qolishiga hargiz yo'l qo'ymayman. Bir urma. Dada! Dada! Balam. Oppa, keldinglarmi bola? Aka sumkangni. Dada, terlab ketganingni qara. Eshitdim bo'lmadim qizim. O'zlaringlarni shu bolam. Darsinglarni tayyorlanglar. Men topshiriqlarimni ishlab qo'ygandim. Dadamga yordamlashay. Kechiring, dada. Ishimizni qilaylik. Oppa, men topshiriqimni ishlab qo'ygandim. Amtiksiyatay. Elingning tuzini yegaysan halol. Tuzchining oldida bo'lmagan halol. To'pongdan nima uchun yasalsiz bo'lsa, tuzi yo'q tuproqdan tutmagay saqol. Ozg'ina ajrimga qilma tamanno. Maqtanchoq hech qachon bo'lmas dana. Ajringning qimmati zotqanchilik, xaloyiq bargisi o'rinliq dana. Balam, sen bir tal yedin. Qo'lingni avayla qizim. Dadisi, sizni bir tal yeb qo'ying, ma'qulmi? Yemayman. Kompyuterimni aldamoqchiman. O, işte. Xiyolingiz men sizni aldab ketdim-da. Gap qilsam haddan oshib ekanda, o işte. Bo'ldi, nima? Hacimede çayını akirib qo'ydim. Hacimede bugün burunroq aramasizlar. Hacimede, gözlerini açsıla. Sütçü Meryem edem kepti. Kim o? Sütçü Meryem edem. Hele sütçü ayalma. He, o sizni pek saklap kepti. Vay nemiş ki beni baldırak oğudu etmediniz. Çapsarak bolun hemisi.
Yaxshitirdingizmi, tinchlikmi? Tinchtiribsiz. Yaxshtiribsiz. Atdiganda sutni setib bo'ldingizmi yoki men xush xabar yetkazgili kirdingizmi? Meni afu qiling. Qaraganda men siz topshirgan ishning hudisidan chiqqanmig'idekman. Kecha tun bo'yi o'ylab chiqdim. Lekin sizga loyiq kelgandek bir odamni topolmadim. Men taniydiganlarning hammasi dehqon odamlar ekan. Shaharliklardan sut oldigan xaridorlardan boshqalarni tanimaydi ekanman. Men yordamimni sizdan ayamayman, lekin hozircha bu sog'larni sizga qaytarib turay. Rasxon keling. Avval choy pay ichayli. Xosiyat, choy kiring. Ana hozir. Shundoq. Rahmat. Bu ishda sizni qiynab qo'yibdiman. Buning kishidan yordam so'raydigan ish emasligini cho'qim bilishim kerakdi. Unda qilmang. Yig'lamang bo'lamdi. Bu dunyoning ishlarini oldin o'lcharlamak to'limi taskin. Hajga berishdan ilgari menmu kishilarning zo'q kegidek moda qizlardan itib talay yigitlar kaynimga kirgan. Tanlab tozga uchrabdi degandek qo'lidan ish kelmaydigan bir noahli qimavozga tegib qopdiman. Onun bilan 3 yil uy tutdim. Arada bir farzandlik bo'ldim. Balamni otsiz yetim bo'lib qolmasin deb tishimni tishlab hammadaki bardoshlik berdim. Lekin ko'p o'tmay bechora qizimga qizil chiqib qoldi. Uyda pul bisatning hammasini u quttirib tugitib o'tkazgan. Bechora bolamni davolatish amalsiz qoldim. Balaning ko'z oldimda o'lib ketayotganiga qarab turmoqdan boshqa amalim bo'lmadi. Keyin Xudoning irodasi bilan bu hojimga uchrab qoldim. O kishi yeshi cho'ng bo'lsa-mu, muloyim, oq ko'ngil, yuvosh odam edi. Gerçi o ko'nglimni olamagan bo'lsa-mu, menga intayin kuyunatdi. Holimga yetadi. O kunlarimiz to'limi tish. Shunday ko'ngillik o'tgandi. Ammo hozir mana 9'um telligidek bo'lsa-mu, lekin yolg'izlikdan o'zimni yana bir sho'r peshan ekanligimni his qildim. Belki men maqsadimni aniqroq tushuntiramiga o'xshayman. Men hargizmo atoq obro'y, nom nasab, pul boylik deganlarni qo'g'lishib yurmayman. Menga faqat samimiy bir odam bo'lsa bo'ladi. Menga faqat bir hamroh bo'lsa, holimga yetgudek bir odam bo'lsa bo'ladi. Bu qandaq mushundaq bir odam tepilarmi? Tepilibmi qala?
Lekin tushundim. Men tushundim. Bu nima qilganingiz? Konularda odam kiyim bilan, ot ega bilan degan gap bor. Odam o'zini tuzimis bo'lmaydi. Mao 3000 ko'yni ag'ash ketdim. Agar qo'l qisqaroq odam bo'lsa, mush pul bilan usti boshlarini o'ngshib olsin. Odam sat emas, kiyim sati deydigan gap bor emasmi? Masalan, sizni olayli. Agar sizmichi bir qo'r chiroyli kiyim kiysangiz, ravrus kirim qilib, yana bir jirish siz o'zini taqab yiqma, rosa ko'zning yig'ini yeydigan soyib jamonlardan bo'lib ketsiz. Sizni ko'rgan kishilar og'izni ichib qoladi. Oy. Keyin sizni-chi ayrim rozi qilolaman. Siz avval mening gapimni anglang. Ben o'tganda gapning hammani sana deb bo'lgan. Endi yana bu pulni ko'tarib kelsan. Uningga bir loyiq deb bersakli bo'lmadimi? Bizdan nima ketdi? Uning ustiga biz hozir pulga shunday ehtiyojlik tursak, qizimizni o'qitadiganga pulga ehtiyojlik deb haqning 5000 so'mini qaqtisoq qilsa qanday bo'ladi? Bu qaqtisoq qilganlik emas. U o'zi badi Abdulla siz to'xtab turing. Ha, nima? Bu pulni men bolalarni o'qitishdan Dallollikdan topgan pulga men bolalarımni o'qitmayman. Bu nima degan gap? Bu pulning keragi yo'q. Siz olmasangiz ne qapasan apa? Qanday degan gap bu? Bolalarning o'qish pulini qanday qilamiz? Qizimizni pulimiz qanday o'qitmoqchi? Siz depetma. Bo'lmaydi degan gap bo'lmaydi. Bu uyda men deganim bilsam. Endi qanday qilamiz? Senin gapinga kirib, odamni izlab baqdiq. Biroq hech qanday natija chiqmadi. Balki Adembeka, shapochlig'imiz qoldi shu. Nima degan avorchilik? Pulni qaytarib o'tayli. O pulni men allaqachon ishlatib bo'lgan. Nima? Shuncha jiq pulni ishlatib bo'ldingmi? Shahardagi to'liq o'rta maktabga qizimizning 1 yillik o'qish pulini to'ladi. Dadingizning ko'zga tushgan aqin davolatish uchun 1000 yuan berdim. Qo'limda yana nima qoladi? Hey, hamakat xotun. Bu ishni bitirib qilib bo'lmay turib pulni xajlab bo'ldingmi? Ma xotunning ahmoqligini aplijama. Sen hamakat xotunning gapiga nima deb kirgandiman, ha? Jahondagi erlarning eng ahmoqi xotin kishining gapiga kirdi. Mana men gaping kirganiga men bu ahmoq.
Ay. Man qarang, men bir amal topdim. Qandaq amal topding? Qandaq amaling bor? Eringni ichqib satmoqdan boshqa amaling yo'q sening. Sitvassam-chu. Hey? Ha? Rost aytyapsan? Qara seni. Oy. Hey? Hacı xonimga meni berib atmaydigansiz? Men sizni shunday yaxshi ko'radigan tursam, rostini berib yetdimmi? Rostdan berib o'tadimmi deysan? Yolg'ondan berishing bormi titaqa? Sen-chu, mushu susatqandan beri o'zgarib ketding. Meni kesalman, pul topolmaydi demsan, ota-onaning ish ko'p demsan. Sen mushni bana qilib ajrashmoqchimi? Pul deysan. Sana zaten qanchalik pul lozim-te? Agar sen pul lozim bo'lgan bo'lsa, kallarni chiqib setitili, o'lim setitili. Siz nimandaq mening maqsadimni tushunmaydigansiz. Qandaq ish qoldi? Sen zot maqsading nima edi? Nimandaq yo'lsizlik qilasiz? Kim yo'lsizlik qildi? Mening gapimni anglab baxmamsiz. Men sening gapingni anglagan. Endi sen meni do'pbek bo'lasan. Ko'rinish uchun mundaqli berib qo'ysan. Sen birlar Allohni deysan. Nimandaq doimli yerim kecha so'qishib odamni uxlatmaysizlar. Gapinglar bos chiroyli qilsanglar bo'lmamdi. Bu Dada, appa, yana mening o'qish pulimning jetilimi? Bo'ldilar. Pul uchun emas, bolam. Bo'ldi. So'qishmanglar. Men bu shaharda o'qimay, bo'ldimi? Bolam, biz u to'g'riliq so'qishmadik. Bo'ldi, chiqib uxlanglar, bolam. Chiqib uxlanglar. Jirafkam, uyqumizni uxlaylik. Men bu shaharda o'qimayman. Dadam bilan kala boqaman. Kaladan yuzni baqsaq-ku, mushjidal chiqmas. Anlatamsiz, gapimni anlab berdim. Ham xiyol qilma. Siz bir ko'rib qo'ysangiz bo'ladi. Undan keyin mumkin emas. Bir mezgil o'tkazib, bana topib. Bu gapingni anglamayman. Nechasimiz chiqisholmaydi ekan deb qo'ydik kelmamsiz. Men hargizmi bormayman. Shunda qiziqlar u pulni qaytarmoqda yo'q. Yana bir oz pul undirib olaymiz. Uxlamay tush ko'ryapsan. Hozir tun yerim bo'lib qoldi. Bolalarning qiymini qilyapman. Emis o'zing bor. Sotmoqchi bo'lsang o'zingni sot. Ko'chada undaq ayollar ozmi-te? Yuzingni serib bitib, qo'sh xotinlarni dorab, ko'chaga chiq. Abdullah! Vallahi takkur. Ma'qul. Bolalarım müşahede kalıbaksın. Ben yemin ediyorum şu diyeceğine. Hey bolde bak lan bana oğlunu gidip valla oğlunu gidip yavrum. Bana oğlunu gidip. Aksınız dışımı.
Hacimede, almını ne koyay? Akila, bana bir. Atan kamı, latan mı deb, əsli sizlə. Latınız kamken emas mı? Bu kiyimler sizge bəkli yarışıp getdi. Akila? Oş, sərralıqlığınızın çandırmana. Şuna. Düşküm yok. Oy, nima qilsiz? Oldu qaytib ketaylik-chi. Şuna, kep bo'lganda nima qilsiz? O siz Uy, ikkinchi qavatda. Men ustam, rahmat. Chiroy. Maqara kirmayli-chi. Nima qildigansiz menga? Kirmayli. Men shu topda kirib qo'ysamni chiqolmaydigandek tuyulyapti. Ma'quldigina kirmayli. Kirmayli. Ajab qiziq ekansiz. Ixtiyor o'zingiz tursa, haq sizni nima qila oladi? Meni qizg'animdan qaraganda o bir sat xuddi o'xshamamda. Yoki bo'lmasa terkisli bormi ya? Ularning binoga kirib kelganligini ko'rgandim. Uyga tex chiqirmayotdi-ku. Xosiyat, siz kirib ishingizni qilgan bo'ldi. Ma'qul. Qiziq ekansiz-ku, mamam. Menga xuddi kirib qo'ysamni chiqolmaydigandek tuyulyapti. Undaq bo'lmaydi. Menga. Ay, to'xtam. Uni ko'ribla o'zgarib qolmang yana. Nimalarni da'vatqansa? Rostayma qiltaq ilinib qolmang. Amisi. Bo'ldi, chiroy. Oy, ular kelgan o'xshaydi. Men tinchlikmi? Tinchlikmi? Qani kiranglar. Tinchlikmi? Tinchlikmisiz. Qani, shu qirib chiqaylik. Qani xo'sh. Allohu akbar. Ishtirsiz. Bu kishi erimning bir navri enisi bo'ladi. İsmi Abdullah. Teşekkürsiz. Bu yoq men sizga doim gapini qilib beradigan
Gülnisa hacım buludu. Xosiyat. Eklan. Qani, çaydan ilang. Rahmat. Biz yo'ldan o'tib ketayotgach, kirib o'taylik deb kirgan to'q. O'zlarini bak avar qilib o'tibdiq. Undaq demang. Hacı madam degan jahon ko'rgan ayol. Har qachon mehmonlarga dasturxon ekan. Tatınmay, meseleyi beqinglar. Çay içing. Appa! Dada! Appa! Biz keldik. Qaytib keldik. Appa! 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 Hadat, dadamla apam yo'qtirdi-ku. Tazı obdan yedik. Dua qilib bering. Voy, tuzi yemay, nim qilganinglar bu? Tazı yedik. Obda yedik. Bak o'xshab tikandiq. Sizdan kelsin. Amin. Allohu akbar. Rahmat. O'zini bekayt tutibdiq. Ma'qul amsa. Men mushinchilik o'tiray. Bolalarning maktabdan keldigan vaqti bo'lib qoldi. Menmi qaytay. Siz hacı madam bilan birdan paranglashib andin qaytasiz. Men qaytarsam bo'lmaydi. Yana birdan o'tirib choy ichib olmay. Tazı avar qildik. Birdan o'xlasangiz bo'ladi. Xo'sh. Unda xo'sh to'xtab turing. Men sizga o'tirib qaytdim. Nima deyman? Avval qarab nima demamsiz. Ma'qul amsa, men qaytay. Quruqlik qaytgan bo'ldingiz, men asosan bolalarga aytdim. Yana bir necha avar olib ketasiz-ku. Bo'ldi, uzatmang. Mehmon yolg'iz qolmasin. Bo'ptimi-sa? Ma'qul, xo'sh. Xosiyat. Mahadashni uzatib qo'yg'ash, taksi sep qo'yganchimi? Voy, bo'ldi. Bo'ldi. Tamomki bolalarga og'ash ketdim. Rahmat. At kelish unutib qolmanchimi-sa? Xo'sh. Uyga chiqib olsam-ku. Uyga bo'lmadi. Tazim uzoq keldingiz-ku. Birdan paranglashib o'tirib qoldik. Qanday bo'ldi? Nimalarni deyishdinglar? Qanday qiladi? Men sizni rostila chiqishib qolsin deb ivatmagan. Abdullah. 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 Kopongnya mangayli. Turungnya.
Dada! Dada! Apam mağaylı deydi. Dada, kopun ha? Rüstem, kopa mağamız. Mağaylı. Rüstem, mağay. Dada, biz ketdik. Opa! Opa! Apa, özlerim, tamam izleyemiz. Hey. Al aldın mı? Aklımdan birden kırıp vermem. Aklı hoş. Hey. Kına oğlum. Valla teştik. Siz mi vaxtda çıxdınız mı? Kim bakıp durur ha? Hey. Al aldın mı? Geçti vermem. Aklı hoş yapsın. Oy. Hacımədə. Heç durubsiz. Heç durubsiz. Ondan durubsiz. Oturun ha. Birdən usuzluq bilan to'rtta keling. Bo'ldi. Uy ichingiz tinchlikmi? Tinchlik. Bizning hali tuqqan pisantingizga yaradimi? Qanday qaraqkan? Yaramamdigan. Shundaq o'tdan tuqqaningiz borligini sadla o'ylamabdi ekanman. Turqidan yuvosh, muloyim kishidek qiladi. Shundaqmi? Men tex sizni jahon ko'rgan ayol tursa, bizdek saralıqlarni yaratmasmikin deb edim. Undaqmi bo'lamdigan? Saraliq bo'lsin bo'pti. Mening ota-onammi saraliqdi. Eling-a. Sizni xato tanlamabdimanchimi? Sizning sababingiz bilan bir yaxshi odamga uchragandek qilaman. U ilgari xeyli dard tatgan odamdek qiladi. Dada! Dada! Ha? Hoş emisi, hoş. Kızım, Dada! dersin çıktınlar mı? Ha. Canım, kaytaylı. Dada, siz yana shaharga kiribsiz-da? Ben edigen sizni ekirip koyduğunu kirgenliğinizi ters çıkıp ketmedim. Mektapka kelgen tuncu günüler sabahdaşlarınız bozak kılıp sizni jığıltıp koymuşsun da çıkıp ketmegensin. Dada, siz pek yaxshijimi? Qanday kızım? Yaxşı boptu mu? Boptu. Nima? Qanday kızım? Burunqi yüz mektubun qaraganda bu mektep yaxşı mıken? Yaxshi. Muallimlaring, sabahdaşlarınçı? Hammasi yaxshi ekan. Bizning sinfda cho'ng boshliqlarning bolalarimi nechisi bor ekan. Ular mening izchil 3 yaxshi o'quvchi bo'lib kelayotganligimni anglab, menga nihoyat hurmat bilan muomala qildi. Muallim sinfda opam ishqalarimni maqtadi. Sizni maqtadimi? Ha. Muallim sizlarni yiroqni ko'rar, g'oyalik ota-onalar ekan dedi. Dada, ukamni mushu maktabda o'qitaylik-chi, dada, ha? Əmdi, qandaq qılay deysiz? Meningcha, u kishi bo'g'idek. Bo'y turqimi joyida ekan. Uning bilan bir mezgil oralashib ko'raymikin deyman. Durus. Avval sinab ko'rib yiqing. Keyin chiqishamay qolmang. O'zingizga ma'lum, men haji qilgan. Uning ustiga tul qoldim. Bir kishi bilan to'y qilmagan ahvolda oralashib yuraversak qamlashmas. Shunga meningcha nikoh o'qitib tursak bo'larmikin? Agar muvofiq ko'rsanglar, hozircha u mening uyim turaversin bo'ladi. U chaqda o'zaro tushunishimizmi oson bo'ladi. Nikoh o'qitamsizlar? Agar qo'shilmasangiz bo'ldi qilsakmi mayli? Yo'q, men emas. Meningcha men u nimda aytgan da'vatim ana.
Sizga ko'pdan-ko'p rahmat. Keyingi ishlar taqdirining o'rinlashtirishiga bog'liq. Ikkimiz chiqishib qolgandek, uning bilan mo chiqishib qolamiz. Bu so'mkadagi pul minnatdorligimiz bo'lib qolsin. Bunday qanday qilmay eling. Qarsam, uning o'zida kiyimlari qilib ekan. Boy bozordan bir qur yaxshiroq kiyim olgandim. Ag'ash keting. U almashtirib olsin. Eling, buningdan keyin urug' tuqqanmi bo'lib qolamiz balkim. Bo'pti amsi. Hargiz tuz qilmang. Shundoq bo'lsin ukamma. Ma'qul. Ma'qul, xo'shamisa. Atda bizni uyga bir kapkasini etib qo'ying, ha? Ma'qul. Ma'qul. Xo'sh. Xo'shamisa. Bu Kabe Beytullah mı? Ha. Hey, nima degan haybatlik ha? Demak, sizlar bu yerga berib tikanlar-da? Shundoq. Men bag'an. Agar rizqimiz qo'shilib qolsa, silinimi Makkaga olib beraman. Menimi? Ha. Ikkimiz ibodat ham ziyorat qilg'ash, oz-to'la tijorat qilib kelamiz. Yo'q, bo'lmaydi. Men boramayman. Voy, bu nima deganlari? Hargiz undaq deymizlar. Hey, qarsam, toz xushal emasdek ko'rindilar. Ko'ngillarda bir ish bormi nima, ha? Turmush deganning bosh oxiriga bir nim demak ta'skan. Mening shundoq yaxshi bir oilam, bir qiz, bir o'g'lim bordi. Qayg'urmisizlar. Men sizning hamma azoblarini unutildirman. Men mana shu o'yla o'zlarining kelib igdorchilik qilishlarini kutib turibdi. Azroq pul olib berib, uylaridagi ishlarni izg'i selvasizlar. Bolalarni obdan o'rlashtirib qo'ysizlar. Andin odam chaqirib nikah o'qitib olayli. Qandaqli bo'lmasin, men muqaddas ibodatgohlarni tavob qilib kelgan ayol. Nikah o'qitmay turib bu uyga kirib chiqib jursizlar. Haqlar so'z cho'chaq qilmamdi. Shunga qoida bo'yicha odam chaqirib nikah o'qitib olaylikmikin? To'y xitini kerak olsaqmi bo'ladi-ku, ha? Bo'ladi. Ha, endi qanday qildik? Gap qilmamsa? Endi sening nafsingga o't qo'ygandir. Lekin pul xarjlagan kishining niyati bir er bilan tanishlar emas ekan. Sanza. Hammasi uy uchun-ku. Acaba bu uy uchun ishlaydigan menlimi? Ayni chog'da u bir odam tanishtirsanglar bo'ldi degan. Onun sizni bir ko'rikli ish boshlab kelishini kim bilibdi? Sencho, oxiri mush uyni vayron qilasan. Endi
Endi qanday qilib? Nikah o'qitishga qo'shilganingiz uchun u menga yana nurg'un pul berdi. Pulni olgandan keyin ishimiz tiqib olsa qanday bo'ladi? Undaqda menchi. Men degan yog'och emas. Mening oldimda turayotgani balki kishini maftun qiladigan nazokatni urg'ib turgan bir ayol. Biz uni oltimoq tugul. U meni ozdirib ketadigandak turdi. Bir kun emas bir kuni mendan ayrilib qilib, kim görüp yig'laysan-ki qani? Shu vaqtda ko'ramiz. Mumkin emas. Men uningdan yosh, u mendek chiroyli emas. Yana bir qiz bir o'g'limiz bor. Da'vatgan kipini. Sadaqan ketay Abdulla. Nemishqa siz ham ishni yomoniga jo'raydigansiz. Qizimizning shahardagi o'qish pulini topshirib bo'ldim. Uning qanchalik xo'shligini sizmi ko'ryapsiz? O'g'limizning o'qishining g'amini qivoldik. Ular to'liq o'tirni bitirgicha biz jon tikib ishlasak, ular oliy maktabga kiralislar. Biz murodimizga yetmamdik. Biroz chidaylik. Bolalarımızın keləcəyi üçün, bizning kelgusimiz üçün bir mezgil bardoshlik berim. Sizni iyak evatishga mening ko'nglimni unaydi demisiz. Yolg'ondan bo'lsa nikohni qilaylik. Endi biz haqni oldiganni oz deb Xudonim aldaydi ekanmiz-da? Endi qanday qilamiz? Bizni Xudo o'zi kechira. Xudo bizni kechira. Navoda hukumat bo'lib qolsa qanday qilamiz? Bu qonun bir taqilgan ish tursa. İnim Abdullah, kechirgaysiz. Ahvoldan qaraganda to'yxat ammabsizlar. Shunga bu nikohni o'qishga bo'lmaydi. Ahmadjon sizningcha shundoq. Hozir jamiyatda ba'zi oxun imomlar ozgina pulni ko'zlablar. Kim taklif qilsa, to'yxatini surishtirmaylar, berib nikohini o'qib, qo'sh nikohni qilmishni paydo qilyotdi. Bunun bilan nurg'un qizlar ham nurg'un oilalar bu xil qilmishning ziyniga uchrab, xoni vayron bo'ldi. Shuning uchun bu nikohni o'qimaganimiz durust. Albatta. Sizlar undaq odamlardan emas. To'y xitinglarni epoplar bizni chaqirsanglar, kelib nikohinglarni o'qib qo'yamiz. Bo'ladi. Kechirsizlar. Choyni ichdik, yeydiganimizni yedik. Ham biz qaytdilar. Shunday qildi. Qani. Amin. Amin. Allohu akbar. Rahmat emiz. Biz qaytamiz. Qani. Bo'ldi, uzatmaslar. Qipqaslar. Yo'q bo'ldi. Biz ustib chiqini. Ma'qul emiz. Ma'qul Abdurmajika, Ahmadchinika, Mijidka xafalaşmaylar. Xo'sh yamsiz. Xo'sh yamsiz. Har qaysini bavar qilib aytdik. Rahmat. Xo'sh yamsiz. Oy. Qani, juqurasizlar. O'tiring. Yo'q, siz o'tiring. Yo'q, o'tiring. Ularning deganimi to'g'ri. Ularmi bizga yaxshi bo'lsin deydi. Aldirgan yo'lda qola degandek ish bo'ldi. Shuni deyman, meningcha bu ishga ancha aldirib ketmasak bo'g'dak. Singlim Maryam. Bu gap sizning gapingizga o'xshamayli qoldi. Men asli Abdulla bilan bir mezgil sinishib, ondan to'yxat olsaqmikin deyishgandik. Endi hamon oldigan bo'lgandan keyin
Vaqtida evitaylimikin deyman, ha? Bo'lmaydi. Sizlar texmini tushunmaylar. Voy, nimish tushunmaydakmi? Rostdan desam, sizni tunji ko'ribla yoqtirib qolgandim. Bu mening texi ballarim bor. Ularning qanday o'ylaydiganligini kim biladi deylar? Men o'ylab qo'ydim. Balalarning onasiga ozroq pul berayli. Hozircha balalarga u igidorchilik qilib tursin. Biz to'y qilib bo'lgandan keyin qachonli bo'lsa balalarni qishimiz aytib bo'ldi emasmi? Yo'q. Bo'lmaydi. Navoda ikkimiz abdishamay qolsak, shuncha jiq pulni qanday to'lab beramiz? Sizlar bizning ishimizga zotlik ko'ngilshmayotdilar. Men undaq ushuq, ta'tirmijaz ayol emas. Hamma ishni o'z ixtiyorlariga beraman. Navoda men ko'ngillariga yoqmay qolsam, men bilan birga o'tkinlari kamisa, oylik kelsakmi bo'laverdi-ku. Pulni talab qilmayman. Abdullah, Hoji madamning deganimi xeyli o'rinliq. Bo'lmasa Seni zot ayollarga nima ish bo'ldi? Qandoq degan gap bu? Abdullah, chiqdingizmi? Akilanga ajrashqinimizni xabar qilib qolmasa. Nikadımı ajrashdik. Hammani dignidaq qildim. Aqilti yaxshi bo'lg'ay, ilohim. Men uyda yo'q chaqlarda o'ylarimlarning ishlariga yetishmasam, uydagilarni yordamga chaqirasan. Endi bolalarga nima demoqchisan? Ish qilib rost gapni demasmi? Bo'lmasa ular boshqacha o'ylab qoladi. Lekin ularga deydigan bo'lsang, ko'ngli yerim bo'lib bizni ranjidi-da. Amsi qanday qilamiz? Amal qilib tezroq yenishib olamiz. Sizmi u yoqda uzun turib ketmang. Bolalarni yo'qlab uyga kelib turishni unutib qolmang. Menga yordamlashib turasiz. Sening bundoq yomonligingni men hargiz o'ylab boqmabdi ekanman. Yomon? Bu nima deganingiz? Boshqalarni aldab qolmay. Menimi aldidim. Men seni rostli bo'shchaqlab ekanman. Mana endi o'z uyim turug'liq. O'z uyimga qaytolmaydigan bo'ldim. Men zodi nima qildim? Men zodi nima gunoh o'tkazib qo'ydim? To'y qilib mushkungacha mening sizga 50 qo'yliq bir narsa og'izgan yerim bormi? Siz meni tushunmisiz? Meni endi kim tushundi? Vallahi demisam, bana bu nima ko'ngilli? Voy, bo'ldi, shig'limag'ina. Hammasimiş bolalar uchun-ku. Mübarek olsun. To'y qilyapsizlar. Voy, bek chiroyli bo'lib ketibsiz. Mübarek olsun. Mübarek olsun. Mübarek olsun. Allah Tamam, merhamet. Mübarek olsun. Mübarek olsun. Mübarek olsun. Mübarek olsun. Mübarek olsun. El ana. Sokağa oturma. Bakın oturma. Ha, oldu.
İlisla bilmem. İlisla. Gözlerimi alsın. Ene. İlisla. Opa, kuskum içip gitti. Balam, mən kanın sıyıq etib, andan tamaq etib verəysizlər tapşırğınlarını işlənlər, hə? Ukam, yaqindan beri apamның kayfi tas joyida emas. Ular nemish qochirishib ketgandi. Bir haftadan o'tib o'tibdi-ku. Rastını desem, ularning bizga bildirgisi yo'q ekan. Esandimi? Heyliq kuni kechda apam dadam ikkisi qattiq so'qishib ketmadimi? Shuni ular yaqindan beri g'alit bo'lib qopganda. Bo'ldi, topshiriqni yoza. Endi sen hayvon qildingmi meni bo'za qilmagan? Tepa! Mana tepa! Tepa! Ana! Isla, asta. To'xtab tursizlar. Asta. Mayaqqa. Oilislar. Bilemsiz, ben azelden arak içmekmeğen bugün mimarlı ussuzlukka arak arlaştırıp içkisi ötüptü. Hiç ne bulmaydı. Oy, ne oldular? Astıydı asla. Ay. Çıraylık, pek çıraylık. Benim xotnum pek çıraylık. Bilemsiz. Çıraylık. Gelmeydi bu. Keçikten bu. Meryem'den tek gelmedi mi? Kündü bakış kep oldu ben bu. Şöyle değmen. Boğan bu. Saatin 1'ye gidiyor.
Şu emasmi? Tünügün sizlarni ko'rdinglar-ku, u dehqon bo'lg'achqa, bek yuvosh, sodda odam ekan. Keyingi ishlar albatta o'zimga bog'liq-da. Anam doim banda oldirgan bilan Xudo oldirmaydi deydi. Har ishning o'z vaqt soati bo'ldi ekan. Shunday emasmi? Tog'amning idorasidagilar uning usuzligiga haroqni qo'shib ishkizib yetibdi. Ta hozirgacha masliga yechilmay tex uxlayotdi. Shundaq qarmoqqa bek temkin gap so'zlarimi o'rinliq ham qoida usulliq ekan. Agar dadam bilan opam kelgan bo'lsa, cho'qim qo'shilib ketadi-da. Shunday bo'ladi. Shu. Shunday qilamiz-da. Hay, men sen keyin telefon qilaman. Oy. Mijozlar yo'qmi? Abdulla? Nim bo'ldilar? Sizlar men Obda uxlabdimi? Kechirsizlar. Akşam ular menga ko'proq ish kuzatibdi. Sizlarga avorchiq deb bermagandimi? Oy, yo'q. Kechini shunday yaxshi o'tkazdik. Abdulla, mavo kiyimlari o'rinlardan turib, juyinib. Hojimadan almashtiryapsizlar, ha? Mana. Uningdan choy iching. Men o'lay. Hey. Astagfirullah. Hojimada, heli sut chiqotdim. Oy, undaq deyman. Endi tuqqan bo'lib qoldik emasmi? Kechirsizlar Hojimada. Maryam odam sut kunini texchi oshmabdi. Nima? Sut kunini oshmabdi? Yo'q. Nemish bo'lgandi? Bo'pdamisa. Sinchoy damlayvering. Ma'qul. Chaqqan bo'ling. Nima? Maryam sut kunini texchi oshmabdimi? Oshmabdi. Abla. Ben berib ballarni ko'rgach uni yo'qlab kelay. Ma'qul. Emiz ikkimiz birga boraylik. Tunugin o to'yg'imi kelmadi. Men qarasizlar, sizlar aldirab bormisizlar. Men bu ballarni burun ko'rsatishni xohlamayman. Uning ustiga mahaldagilar so'z cho'chaq qilib qolmasa yana. Nemish so'z cho'chaq qilg'idak? Shahardan bir ojiqinimni boshlab kelib, bizga ko'z-ko'z qilg'in kapti demamdi. Bo'pdamisa. Sizlar chapsan juyinasizlar. Men ballar so'z ham tayyorlab qo'yay. Maryam! Abdulla. Maryam. Maryam.
Ben sizlerni unutup kalmadım. Ben sizlerge on sepirey. Meryem, özümüzün kalısının sütüdün birçini ekiline bek işkim kep ketdi. Amına. Ötdegeni bir miymigenmi? Oy. Bu neken dükkanını açmay koymancı mı? Ben bek ensirip gitedkenme. Mundan keyin deysiz go. Qaytib kelginiz yo'qmi? Xudo turibdi. Mushkamning o'zida bu uydan hargiz ketkim yo'q. Meni aldaman. Ben sizni qachon aldab boqqan? Qog'oz qalam bormi? Nima qilay deysiz? Ben şu to'g'riliq qasam qilamanki, 2 oydan keyin bu uyda... Nima? 2 oy? Ems qancha kun? 15 kun. Ha, bo'pti 15 kun bo'lsin. 15 kundan keyin bu uyga cho'qim qaytib kelaman deb Abdulla. Men. Ay, u qanday qaraq? Bo'ldi, mushkatlarni so'ramang. Hacimede atak oldu. Abdullah akamni velosiped soqqa tipgan qutqarilib ketibdi. Uni boshqa yo'lashtirib akilyapti. Qayerda? Abdullah aka, asta. Voy Abdullah, qayani so'qyapti. Qutqarilib ketibdi. Astaroq safaga berib o'tangizlar. Asta. Asta. Xosiyat, chaqandoq bilan tuxmatchiq. Mana. Hech qiz yo'q. Xudoyim. Bek og'riyapti. Hojimada, boshqa ish bo'lmasa biz qaytaylik. Voy, sizlarga rahmat. Sizlarni avval qilib qo'yibdi-qa. Yo'q, unda rahmat. Rahmat. Ma'qul qo'shamisan. Mana, olib chiqdim. Mishama. Asta. Voy, nima so'qyapti? Astagfirullah, nima palakatchilikni. Oy, og'rib ketyapti-da. Oy, xudoyim. Azroq chidisizlar. To'liq xijilman. Sizlarga hech chiqib bermay turibla sizni parakanda qildigan bo'ldim. Undaqmi deb ketmisizlar? Ikkimiz degan er-xotin tursak.
Ma'qul bo'ladi. 谢谢啊。我要办公机。啊。钱给你了。Mərimədə. Ay, teşlikmi? 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 Hacı madam qanday qara? Yaxşı. Abdulla akammi yaxshi. Məryəmədə öy kirib o'tirib paranglashib ketding, ha? Qancha qolsiz? Yarım kilo bo'lsin. Sizchi? 1 kilo. Mana bu. Men. Rahmat. Ular chiqishib qoldimi? Ular bek chiqishib ketdi. Mendan salom kiring, ha? Teslab qo'yib beray. Ma'qul. Aldırmıslar. Astaroq. Bo'ldi, qo'yib pasla, o'zim men paqay. Rostda yermandim. Bo'pti, men paqsla. Qanday qilmaganim ekanman? Rostla yaxshi bo'lib qoplar. Cisle. Oy, Məryəmədə teşlikmi? Qani kira. Oy, asta. Men chiqib qarab baqay. Teşlikmi Hacımədə? Siz yetdiniz? Yaxshitirdingizmi? Teşlikmi hazırda setib bo'lib, yo'qlab chiqay deb kirib edim. Voy, rahmat. Yaxshimisiz Abdulla? Oy, Xudoyim, ey bu nimish? Teg chiqing. Oy, nim bo'ldi? Qachon shunday bo'lgan? Xasiyat menga demidi-ku. Oy, Xudoyim. To'yning atisi atdiganda, u sizning do'konni ochmaganingizni ko'rib, ballardan ansirab, sizlarni yo'qlab kelgili ketgan. Qaytib kelayotganda, velosipedlik birisi so'qib yetibdi ekan. Sizlarni ansirab qolmasin deb degizmidi? Jiroatingiz ig'irmi? Yo'q. Hech gap yo'q. Qaraganda nikoyimizga hasad qilayotganlar bor o'xshaydi. Ko'z tekkandek ish bo'ldi. Men qarang Abdulla. Yomon ko'zning xoli bo'lish uchun sirtqa chiqqanda kambag'allarga oz-to'la sadiqa beraylik. Kelgan bola qaza shuning bilan keta. Shundaqmi Maryam solim? Hech yo'q. 9 kun bo'ldi. Yana 15 kunga qolmay saqib ketaman. Bo'pti. Ig'ir bo'lmasa mayli-ku. Men qaytay. Yana berib baloq tamoq etmasam bo'lmaydi. Mening ballarimni yo'qlab qo'yasiz. Ularni bak sig'inib ketdim. Ularga deb qo'ying. Men patarda qaytib borman. Ma'qul. Ularni bak sig'inib ketdim. Ularga deb qo'ying. Men patarda qaytib borman. Voy. Aman Abdulla. Ashundaq. Nima? Ma'qul. Ma'qul. Bo'ldi. Bo'ldi. Boyaq telefon kimdan kelibdi?
Abdullah? Bu yoq kesler. Bayqı telefon yurtlardan kepti. Dadlar ağırıp doktorxana yetip qaptı. Doktorxanda? Bak ansirab ketmisler. Nim bo'lgandi? Eng yaxshisi berib yo'qlab kelganlar yaxshimikan deyman. Bak ansirab ketmisler. Xudoyim shifoliq berib qola. Darhol yo'lga chiqsizlar. Men bilan birga bosli bo'pti-ki. Baray. Men birga baray. Yurtga ketdi. Akşam telefon keptiken aldıraplı ketip kaldı. Nem bağını ben mi bilmedim. Hoş, ben kettim ha. Ay.
Meryem! 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 Sen... Ben huzurlu aydınımda kaçıp geldim. Vallahi kine. Vallahi çok. Kallar sikrettim. Allah'ın afatı kapıp koydum. Bu ne mi kızını? Sizden kaçak birisiz. Onun dadısı yemini kazak gitti. Siz diye benim eğrim. Ben hazır onun mu yeri? Bu diye sakta. Kim saktıdaydı o? Sizge onun hepsini erkutum. Ben onunla bir günlük basıp erkutum. Sizge o gerek bundan mı? Sana çok. Sana ben gerek mi zaten bulma. Bu evden kaçıp sikemezsiniz. Bu evden. Vallahi size gerekmiyor. Meni sadım nemi kıldaysa? Bana azırak vakit vermemsen. Onun bilen toy kılış kustağımı sen. Onunla ajırış kustağımı yanılı sen. O hazır musibet üstüne tutsa. Meni sadım nemi kıldaysa? Ondaqda mənçim. Onu şunchalik ko'ngil bölür ekansiz. Meni nima ish o'ylabmi qo'ymaysiz? Mush chiqqaydan beri meni nima kunlarni ko'nglim bilasiz. Bunun hammasi seni gazaptım. Sana pul kerak emasmidi? Bir yo'lda hem pulga, hem odam girishmaysan da. Hamsi men kim uchun shunday qildim? Mush uy. Hem bolalarimiz uchun shunday qilmadim. Hamsi mencho. Men sening nafsoniyatchiga qurbon bo'lib ketdim. Keling. Uni siz pullarni olib bering. Olib bering. Men hamma kallan sitvetdim. O mening erimni pulga setib olmaydi deb qabul qilmisan? Hey, u onliq qachon meni setib olgan? Esingda yo'qmi? Men hozir uningla qonunliq er-xotin. Buni uqmas bo'lmayman. Niyati buzilgan asli siz kelsiz. O bayxotinga allaqachon ko'nglingiz yugurib qolgan. Og'zingni yum. Bu ishqa men ayblik. Ben senin gaping kirganligim uchun gunohning hammasi menda. O bayvas nima bo'pti? Bunaqa chidamayapsiz. O nomussuz bishim. Ben ballarimni demisem, ben uyega berib, seni mushkunga qo'yatdimmi? Ben mushu uyni demisem, to'yning ertesini putimni zaxmlantirib Mushularning hammasi sizlar uchun-ku. Men faqat o ayolga yuzsizlik qilmayapman. Acaba menda boshqa niyat bormi ekan? Mening maqsadim burra qaytib kelish. U yerda farog'atda yashab, bu yerda g'urbatda yashasam-mu? Men yanada ikki bolaning dadisi. Bu uyni mana sen o'zing terib beran qilding. Lekin mening u begona ayolga azob bergim yo'q. U degan gunohsiz. Abdullah! Süleyman azar verdim diyelemle. Xasiyetsiz ne? Naimlikni qo'ymadi. Hamma ahvolni menga dedi. Bo'lmasa hajim, men sizlarga tushundiray. Sizlar ishqillar. Birlashib meni qoqti-soqti qildinglar. Yana meni ishonchimni hissiyotimni dafsanda qildinglar.
Немішқа мұшында қылдыңлар? Өзіңіз мәжбүрлаған. Мен пуларыңызды қалтырып апырып бәген ғой. Лекін сіз әртеп-шінектеп чың тұрғандыңыз ма? Лекін мен сізді лайық тұныштырың дедім. Әргіз ма? Еріңіз маған сөйтіп ерің деймедім. Никах қылымыз, той қиталымыз деген өзіңіз ғой. Abdullah, ben seni sevmeyimi, gönül yavaş adamdım. Oylap dikenmi? Lekin manda rezil peskeş adam dep oylamap dikenmen. Komiser hacım. Seni mende hülencigi yok. Bir higan ayalını boza kıldılar, muşka kalırga hicil bulmandılar. Seni şunçola bağırtaş adam mı? Gülmüş hacım, erimni tıllaştı, neme hakkınız var? Boldu! Şunda, benim sizlerin tıllaşqa hakkım yok. Ben nemi degen ağıma, nemi degen hamakkat. Bu mümküngüne işinip ketiptim ben. Bomusu benim turmuşum, muşundaq baksız bular mıydı? Boldu, yıkılımızla. Evet, oltasla. Polның ezik duruşuğa yol koyğanmı özem. Nefsinin keyni kirgenmi özem. Kem akıllı kılıp, aldı keynimni oylap köymepti men. Hem eyip mende. Meni keçirisle. Meni epoqı gaysle. Xuda meni yetkici cazalıdı. Teç hatırcam ailemni yo'qotdim. Bir ayolning manga bo'lgan hurmatini yo'qotdim. Xudo. Endi ikki balamdan ayrilib qolmag'ayman. Bo'lmasa hacım. İkkimiz to'y qilib, meni oz kun bo'lsa-mu kutganlari uchun ko'pdan ko'p rahmat. Lekin pul hammaga qodir emaskan. Mo'rt kelganda baloy qazo olib keldi-kan. Bu pulni asla Abdullah! Abdullah! Abdullah!
Bu darvaqa bir ko'ngilsiz hikoya. Bir haftadan keyin Abdulla kala satgan pulni Gulnisa hojimga qaytirib berib, uning bilan nikohdan ajrashib, o'z uyiga qaytib keldi. Halbuki uning keyingi kunlari yana burunqidek tinch, xotirjam o'talarmi? Eng oxiri ular zodi nimaga erishdi? Nemini yo'qotdi? Hayatımdın ketmez hiç ya veya gidil kuşluk çekip kalbini uzman gidil aramini ne için sendeki şu şirin söygü basar mıydı bu taşlar ben